Namangan va Toshkent osmonida noma'lum jism kuzatildi. Aholi kuchli silkinish va tutunga guvoh bo'lganini aytmoqda. Namangan viloyatida yashovchilarning ayrimlari 19-fevral kuni soat 12:30 dan so'ng osmonda noma'lum jism iz qoldirib yerga tushgani, oradan ko'p o'tmay yer silkinishi va kuchli shovqin eshitilgani haqida tarmoqlar orqali xabar berdi. Shuningdek, mahalliy Telegram kanallarining izohlar qismida foydalanuvchilar o'zlari yashaydigan hududga qattiq jism bo'laklari tushganini aytib, unga rasmlarni ham ilova qildi. Hatto ba'zi xonadonlarda kuchli qimirlash ta'sirida derazalar singani haqida ham yozishmoqda. Astronomiya instituti Toshkentda kuzatilgan hodisa bo'yicha munosabat bildirib, dastlabki o'rganishlar olib borilganini ma'lum qildi. Hozirgi vaqtda videoda qayd etilgan hodisaning meteorit tushishi yoki boshqa tabiiy yoki texnogen manba bilan bog'liq ekani rasman tasdiqlangani yo'q. Yer yuzasiga yetib kelgan qoldiqlar mavjud bo'lmasa, hodisaning tabiati haqida aniq xulosa berish imkonsiz, dedi institut o'z izohida. Ilmiy hisob-kitoblarga ko'ra, yer atmosferasiga sutka davomida millionlab mayda kosmik zarralar kiradi. Biroq ularning mutlaq ko'pchiligi atmosferada yonib ketadi. Shu bilan birga aholi yashash hududlariga yirik meteoritlarning tushishi nihoyatda kam uchraydigan hodisa hisoblanadi. Siz ham ushbu hodisaga guvoh bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Ishonchli va muhim xabarlardan doimiy xabardor bo'lib turishni istasangiz, gazetaga obuna bo'ling.